transvestit degan maxluqotlar bor. Zo'r savol kelibdi. Chiroyli ovoz tug'ma bo'ladimi yoki sotib olish mumkinmi? Albatta chiroyli ovoz tug'ma bo'lishi ham mumkin. Lekin uni turli bir mehnat, harakatlar va tegishli mashqlar orqali paydo qilish ham mumkin. Mening ovozim kuchli. Mana shu 5-mashq. Ovozga g'ayrat qo'shish. Endi sotib oladimi yo'qmi bu boshqa masala. Burundan qoringa nafas olamiz. Faqat mashqlar bormi? Operatsiya ham qilsa bo'ladimi? Albatta ovozni sifatini, erkinligini kasalliklarda operatsiya qilib davolanadi. Fonoxirurg deyiladi. Undan tashqari kasallik bo'lmagan holatlarda O'zbekistonda yo'q bu holat. Chet davlatlarda ayol kishini ovozini erkak kishida qo'yish uchun yoki erkak kishi ayol kishida gapirish uchun ham shunaqa operatsiyalar bor. Bizda ham bormi shu narsa? Yo'q, bizda yo'q. Umuman yo'q. Qilishmagan hali. Eshitmaganman. Bu endi transvestit degan maxluqotlar bor. O'shalar uchun qilinadi. Tushunarli bo'lgandir.